Shoshmang, siz Navoiy shahrida mana bunaqa asbob anjomlar sotilishini aniq bilmagansiz. Germaniyaga tegishli Vedo brendi tashkilotlar, korxonalar, ishlab chiqaruvchilar, servislar, meditsina, oziq-ovqat sanoati, kimyo sanoati, elektroenergetika va shu kabi ko'plab sohalar uchun bir necha 10 yillab xizmat qiladigan maxsus asbob anjomlarni ishlab chiqaradi. 100 dan ortiq davlatlarga eksport qilinadigan Vedo mahsulotlarini endilikda siz Navoiy shahridagi filialimizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Aynan sizga zarur bo'lgan maxsus zarba beruvchi asboblar, sanoat uchun po'lat asboblar, izolyatsiyalangan ma'lumot tariqasida Vedo kompaniyasining barcha izolyatsiyalangan asboblari OEC 60900 standartlariga muvofiq ishlab chiqariladi va mahsulotlar Germaniya tomonidan sertifikatlangan. Zavoddan chiqishidan oldin barcha asboblar 10000 volt o'zgaruvchan tok kuchlanishida sinovdan o'tkaziladi. Chiqin chiqarmaydigan latun va titan asboblar bizning assortimentda. Nafaqat Optumga, balki o'zingizning shaxsiy himoyangiz va qulayligingiz uchun Vedo mahsulotlarini donaga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Naqd, plastik yoki pul ko'chirish orqali savdo qilamiz. Rahmat. Do'kon manzilimiz Navoiy shahar Hamroz marketining yon tomonida joylashgan. Mahsulotlarimiz va xizmatlarimiz haqida yanada to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.